Assalomu alaykum. Uydan sotiladigan avtomobillarni eng arzon narxlarda ko'rsatishda davom etaveramiz. Hurmatli obunachilar, Umjon akaning oldilariga yetib kelganman. Azizxon 30 ta avtomobilni bilasiz, hammadan eng arzon narxlarda berishga harakat qilamiz deyapti. Umjon aka, assalomu alaykum. Yaxshi ko'rdingizmi? Qanchalar salomatmisiz? Bitta salomlashingiz aka. Assalomu alaykum. Bizni kuzatuvchilar, musofirdagilar, akalar, ukalar, opalar, singillar, yaxshimisizlar? Xudo xolasa 30 ga yaqin avtomobil yig'ib qo'yganmiz ukam bilan birgalikda. Hammasini eng arzon narxlarda beraveramiz Umjon aka. Ularni narxda qilib beramiz akalar, xudo xolasa. Oldingi videolarga e'tibor bergan bo'lsangiz, mahalla bir rat bo'lgan bo'lsa, Azizxon aka bu safar 2 ratga sig'dirdik. Inshaalloh. Obunachilar uchun uka hammasini eng arzon narxlarda beraveramiz. 8 oygacha aka qo'lon nasiya savdo qilib kelishaveramiz. 2 oy tan narxiga 2 oydan o'tsa, qolganini kelishib o'zaro nasiya savdo qilib beriladi. 2 oyga bir so'm qo'shmaymiz. 2 oyga doimgidek-da. Doimgidek. Qonun qoida o'zgargani yo'q. Akalar, ko'rayotganingizdek, Kia K5 dan menimcha bilmadim, men 10 tacha ko'rdim shekilli. Toyota Corolla so'raysizlarmi, Equinox so'raysizlarmi, Traverse, Santa Fe, xullas hammasini eng arzon narxlarda ko'rsataveramiz do'stlar. Videoga bitta like bosib qo'yasizlar. Biz sizlarga obuna bo'lib qo'yasizlar Inamarka vodiyga. Inamarka vodiyga ko'proq qo'ya olmayapmiz. Instagram, Telegram kanallarimiz bor, xudo sotilgan, olingan, qo'yilib turadi, xudo xolasa ason. Shularni joylab turibmiz. Hammasini obunachimiz ham ancha yig'ilib qoldi siz bahanangizga. Xudo xolasa aka. Yaxshi, xudo xolasa. Agar obuna o'tib keladigan bo'lsangiz, Azizxon surpriz kattasi bor ekan. Xudo xolasa qilib beryapsiz. Uni sir bo'ladi deyapsiz aka. O'zingizga birortadan boshlayveramizmi? Bir chekkadan mana kattagina bahaybat Traverse bo'ladi. Xo'p, bozorlarda akalar hamma har xil sotyapti. 45 ming dollar, 50 ming dollar yurganiga qarab, holatiga qarab sotishyapti. Umidjon aka, necha pul qilib beramiz? Buni ason 33,5 ming deyaturi, 32,800 ga beramiz. 32,800 dollarga. 2020-yil ikkita joyda ozgina petnosi bor, xolos. Qolgan joyi chotki, ichilarini qarang, ideal holat. Akalar, 32,800 dollarga Traverse avtomobilini ko'rsatsa bo'ladi. Oilaviy, haqiqiy o'sha kapitanskiy sidina hamma yo'g'i bor edi. Avtomobil do'stlar ko'rayotganingdek. Ko'p mashina. Aka, buni kraskasi bormi? Ha, ikkita petnosi bor, kirosda qirilganda bo'lgan. Ana shunday. Eshigida petnosi bor, xolos. Boshqa taraflari joyida xudo holatda turibdi. Mashinani haydash kerak faqat. Qani qayerda kraska, Umjon aka? Mana shu kilos, mana eshik ruchkan tagida kilo uchida bor, xolos. Shu bunaqa strashniy emas endi aytiladigan ham yo'q. Rangi ham, neobичный bomba mashina. Shunaqami? Minaman deganlarga bo'ldi. Bo'ladigan necha pul qilib beramiz Umjon aka? Biz 33,5 demoqchi edim, 32,800 ga beraylik. 32,800 ga beramiz. Aytilgan yeridan chiqib bo'lgan kraskasiga qonun qoida o'zgargani yo'q. Akajon, behijolat tekshirib ko'rib olinadi. Endi bo'ladi, 1000 dollar o'tib bering desam, uyatdan bo'lar aka. Endi mashina o'zi puliga qarab turib 5000 dollar beraveramiz, ha? Behijolat ason. Xo'p, akalar, puliga qarab turib aytilgan yerdan kraska chiqib qo'ygan bo'lsa 5000 dollargacha o'tib berishadi. Menimcha bunaqasi bo'lmaydi. Xo'p, Santa Fe avtomashinasi juda ham ko'pchilik yaxshi ko'radi. 2021, 2.5 motorisi, 2.5, 3.5 desa 3.5 dan topib qo'ygan. Ikkalasini olib kelib qo'ydik. Bunimiz ham toza chotki holati, yumshoq baloni bor, propan gaziga bor. Eng fulidan. Eng fulidan. Pedap, abagri, 2.5 eng fuli aka bu. Shunday, propan gaziga. Mana sizlarga. Maro xullas zo'r mashina. Xo'p. Bo'ladi. 76 ming kilometr yurgan. 76 yurgan, hamma yo'g'i bor edi. Kishilik pakana gaz, barobatlar deydi-yu. Endi gapirsak hozir kechikirib ketadi. Ha, hammasini aytsak. To'g'risida bitta narsani ko'rsatmoqchiman. 30 ta avtomobilga 2 minutdan vaqt oladigan bo'lsak, 60 minut vaqtimiz ketadi. Narxini yilini tezlashtirib. Hali zerikib ketmasa, mijozlarimiz ham 7 kishiligi mana. Full degandan keyin hamma tushunadi-yu buni. Necha pul qilib beramiz Umjon aka? Buni ason 33,500 deyapmiz, 33 mingga beramiz. 33 ming dollar. 33 mingga beramiz. Ana shunday. 33 ming dollarga bo'lsa, akalar bosaversangiz bo'ladi. 3.5. 3.5 desa 3.5 mi? Ana shunday. Qop qorasi desa qop qorasi. Hop, gazlari bilan tayyor mashinamiz. 21 bu ham oldi emas, buni 100% bron bo'lgan ekan. Ustponli bron. Tashqi 2000 yetmasa kerak hozir bronni o'ziga. Akalar eng kami 3000 dollarga pulga qilinadi. Propan gaz tayyor, mana o'zi bilinman turibdi. Qorasi aka bu. Qorasi bu. Qorasini so'ragan soldi. 3.5 motor. Bu ham 72 ming yurgan mashina xullas bomba. Eng fuli. Kelishib olganmi deyman, Hyundai'lar 70 ming, 72 ming, shunaqa 75 ming. Ason. Umjon aka necha pul qilib beramiz? Buni 34,5 ming deyapmiz, ason. 34,5 ming dollar. 34 mingga beraman. 34 ming dollar. 34 ming dollar, yana o'tib berishadi, kelishadi. 22 ga? Yo'q, 21. 21. 98% 21 chiqqani o'zi. Ana shunday. Xo'p, akalar, Kia Sorento ishqibozlari uchun Sorento 2022 70 ming yurgan, bu ham bir xil pashti, 7 kishiligi, ikkinchi pashsasi. Xo'p,
Mashinamiz holati ideal. Bitta mana shu eshigida petnosi bor. Ochganda tegib ketgan mana shunday petno. Shunday ochganda bunday teggan petnosi bor. Ana shundoq. 71 ming yurgan ekan. Ha, 71 ming. Ha. Hammasi kelishyapti. 7 kishilik mashinalardi. Xo'p, aka buni ham bir narxini sindirasizmi? Ha, 7 kishilik nech pul qilib beray? Ason bo'pti buni 32.500, 32.000. 32 $32 ming. mingga beramiz. Top-toza. Mana shu aytgan joyi bor, shu. Aytilgan joydan boshqa joyda kraskasi yo'q. Joyda aybi yo'q. Xo'p. Balonlari yangi. Buni oqi ham bor aka. Ha, buni oqi endi bu yangiroq mana. 23 bu. 20 ming yurgan. 20 ming kilometr yurdi. Mashina to'rtta yumshoq balo, dinska, piska. Yaxshimiz aka? Aka, Endi bu yangi mashina bu, ason. aka buni nechta qilib beramiz? Buni 34.800 ga bera olamiz. 34.800 dollarga. Yangi 20 ming yurgan. Ha, 7 buni- kishilik diska balon, xullas endi yurgani ham 20 ming. Navorotlari bor, yurgan Ikkinchi kilometri ham paytsa- kam. Panorama hamma yo'q bor. Benzin nomi bu. Hojdazalar minadigan top poyaftalardan chiqib. Oy, chiroyli qilib bo'lgan ekan, egasi ham chiroyli bo'lgan ekan. Zavodskiy oqsan u. Zavodskiy Ha, o'xshaydi. pomi oqsan o'zi. Zavodskiy. Umidjon aka, yarim pulni berishsa Yo'q, 7-8 20 ming bersa, kelishamizmi? 25 ming berib, 1-2 oyga o'zim narxiga beraman. 25 ming dollarga akalar qaranglar. Misol uchun 20 ming dollar beringlar, 6 oy, 7 oy, 8 oyga o'zaro xolonasi savdoga gaplashamiz. O'zaro Eng kami desa 20 o'zini bo'lsa. narxi deb o'ylashar ekan ko'pchiliklar. Endi 2 oyga deyapmiz, yana qayta aytaveramiz. 2 oyga o'zini narxi. 2 oydan o'tsa yana kelishiladi. Misol uchun 32 mingga bersangiz, Qaysi 2 oyga narx o'zgarmaydi. Yo'q, yo'q, kelishilgan holat tashqi qoladi. Endi qaranglar akalar. Ekinokas deysizlar, mana ekinokas. To'g'risi, ekinokas mana urush bo'lganimizda ikkita chiqib qoldi, qo'yib yubordik. xo'p bo'ladi. Bu aka pulimi Puli 472 lik olsa ham. 472 million so'm avtosalonda 56 ming yurgan, 57 ming, 56 ming. Ma'lumot uchun aytib o'taman, 2023-yilda Equinox avtomobili ishlab chiqarish to'xtatilgan. O'sha head-up displeymi, hamma qulayliklari bor. 56 ming kilometr yurgan 2023. 23. Xo'p. Yumshoq balon qo'ygan to'rtta, parov qo'yilgan, tonirovka bor, keramika bo'lgan. Bitta eshikda, mana shu eshikda kosmetikasi bor. O'tiring. Unchalik hech pul qilib beramiz. Buni ason nech pul deylik endi? 28800 ga beraman. 28800 kelishamiz. Ha, naqd pulga. 20si boriga Ha, berilaveradi. Kelishaveramiz, Doimgidek. bo'ldi. Bunichi aka? Bunimiz icha qimmatroq, yurgani 40 ming yurgan. Oldi bron bo'lgan, shumka bo'lgan, ancha sarfi ko'proq buni, endi o'ziga yarasha qilingan. Xo'p, bitta riktovkasi bor xolos, shu. bir donagina Buni riktovka pulini ason 31500 deyapmiz. 31500 dollarga olib kelsanglar bo'ladi. 31 mingdan bo'laylik, bo'ladigani. 31 ming. Bo'ladigan 31 ming. Bo'ladigan narxi hamma yo'q qilingan. 31 ming dollarga ideal holati. ko'rsa bo'ladi. Chotki. Umidjon aka 15 ming berib turib kelsa bo'ladimi? 20 beraversin. 20 beraversin. 20 beraversin. 20 bersanglar bo'laveradi akalar. Bo'laveradi. Xo'p, Kia Sportage so'ragangiz dollar uchun. Bunimiz 2024. 2024-yil yurgan. Ikkinchi paytda salonda 40 mingga chiqargan. Avtosalonda 40 ming dollarga 40 chiqadi. ming, kecha ham hisobladik 40 ming ekan. Xo'p. 38 ming kilometr Ha, masofani 38 bosib ming, o'tdi. Koja salon bo'ladi. Koja bo'ladi. Ikkinchi paytda xullas balandroq mashina deganlarga mana Kia'ni 5 kishilik bo'ladi ular lekin benzinda. Bitta mana shu yerda kraska tekkizib qo'yilgan, dvigatel kosmetika deydimi? Keyin nariga bitta eshigidan shu bitta kosmetikasi bor, ko'rsatib o'taylik. Qorayib turib, oqartirib qo'yamiz. Mana shu. Xo'p, chang o'tirgan mana shu. Shu boshqa aybi yo'q. Qolgan joylar chotki, xudo xolisa, ason. 2024. Narxchi aka? Narxini nech pul deydi endi buni? Bilmasam, tekinga berib yuborsangiz ham hamma duo qiladi. Endi hozir 40 ming ekan. Hop. 10 ming desa hamma 10 ming kamiga deyapmiz. 10 mingdan ham kam bizga. 27800. 27800 dollar. Kamida akalar mana. Men bola hech yolg'on gapirmayman-da. Avtosalondan eng kamida 15 ming dollar arzoniga. 40 ming salonda, 12 ming, 13 ming arzon bo'ladimi? Akalar. 13 ming dollar arzoniga Kia Sportage. 40 ming dollar sotilgan. Nima deyapti? 2024, 21, 22 emas. Shundoq. Yili ham yaxshi-da. Bo'ldi. Xo'p, endi bu yoqda o'tgan safar Skoda deyishuvdi muxlislar. Ason, xudo xolasa Skodadan ham ikkita olib kelib qo'ydik. Ikkita olib kelib qo'ydik. Bitta emas, ikkita. Ana shundoq. Mana mokriy svetda o'ta ideal, mana balonlari ham chotki. Hop, xudo xolasa yaxshi mashina, yurgani ham 70 mingmi, 80 ming bo'lsa kerak. 21, bular 21 u hammasi. 2021 80 ming kilometr yurdi. 80 ming atrofida yurgan bo'lsa kerak. Bittasi 70 ming, bittasi 80 ming. Bitta narxini portlatasizmi aka buni ham? Nech pul deydi buni? 22800 ga bersak bo'ladimi? Bo'ladiganini aytingchi. 22800 deylik.
Bo'ladiganini aytingchi. 22,5 ming bo'ladi. 22,5 ming bo'ladigan beramiz. Bitta kilosida petnosi bor shu. Narigi kiloda shu. 10 ming boriga 6 oy kelishaveramiz. 10 ming, 15 ming beraversin. 15 ming beraversin. Endi ason sotib qo'yapmiz. Ko'p mashina sotdik, Xudoga shukr, nasiya qilib. Sotsak pulimiz mana shunaqa qilib muxlislarga zo'r-zo'rdan olishgacha qiynalib qolamiz. Chunki ko'proq olsa, sal ozroq qo'shib olib chiqamiz deydi. Ana shunday akalar. Xudo xolasa. Xo'p, bundan ikkita dedingiz aka? Ha, ikkita. Xo'p, mana Skodani o'qi ham bor. Buni ham ko'rsatib ketamiz. 2021-yil. Bunisini petnosi yo'q, tozasi aka. Toza. Ha, bu diska balonlarda Ferrari balon bu narsalar qilib juda injiq odam mingan ekan, qarang. Chiroyli mingan ekan, ha. Chaka diskalarni qo'yib, tonirovka hamma yo'g'i bor. Minishingiz uchun eslatib o'taman, bu avtomobil komfort. Buni petnosi yo'qligi uchun 23,5 qilib beramiz, ason. 23,5 qilib beramizmi? Zonti, ponti hamma yo'g'i bor. Sotmaganmiz chiqar. Choti ason. Akalar 20 Skodani endi bilgan biladigani o'zi biladi. Bu ham salonda 40 mingdan tepada turadi. Narxini aytsa olingan-da. Kommentariyada meni so'kadigan o'yinsolar hayronman. Nimaga so'kinib ketasizlar? Men mashina mingdan qabul qilmadi-da. Mana 40 ming dollarlik mashinani 23 ming dollarga berilyapti. 17 ming dollar arzoniga bosib olsanglar bo'ladi. Bunaqasi kamdan kam bo'ladi. Umidjonga obuna bo'lib kelsa bo'ldi, o'sha prizni bo'ldi, gap yo'q. Oxirida aytildi, mana Inamarka vodiydanmiz desa bo'ldi. Ko'rib 5 ton T99 ni. Mashinani ham bombasini topdik. 99 haqiqiy. Akalar, original varianti. ham 40 ming yurgani. Salonda ishlab chiqarilishi to'xtatilgan. Umidjon aka, bu ideal holati. Salonni kengligini qarang aka. 44,500 kilometr yurtasi. 44,500 bo'ldi. 2020 ga o'xshaydi mashina. Lekin yurgani aka chotki mashina, ideal. Salondan chiqib kelganga o'xshayapti. Ha, qarang chotkiligini. Xo'p. Ana shunday. O'ta ham chotki holat, radnoy hamma yo'g'i. Orqalarning kengligini qarang aka. Bomba mashina ekan. Uxlab ketsa ham bo'laverar ekan. Ko'pchilik ulgurmay qoldi, mana qalbingizda qopqog'idan topib qo'ydik-da. Umidjon aka buni nisbiy qo'yib berasiz. 22,500 ga beraman. 22,500 500 bo'ladigan, ha. Akalar 45 ming dollarga yaqin sotilgan bu ham. Shunday. Oldingi narxini men sizga aytib o'tayapman, shunchaki 22,500 dollar. Umidjon aka 10 ming bilan kelsa kelishaveramiz-a buni. 10 mingga bo'lsa yana 10 mingdan oshib pul chiqishim kerak-da. Hech bo'lmasa 15 ming qilish bersa aslo. 15 ming dollar qo'shaysiz-a. Jentrasini uniki san. Ha, u jentralar, u birinchi o'chirda-yu. Legendali mashina, u jentralar. Bo'ldi. Cobalt o'z yo'lida. Endi Xo'ja aka, seryoznilashmasak bo'lmaydi. BYD Chazor, Kia K5, Toyota hammasi mana shu yo'lda akalar. Chevroletlar ham bitta emas, 3 ta, xudo xolasa. 3 ta. Hammasidan yetadi aka, xudo xolasa. Xudo xolasa bunimiz Max deydi mana Max. Mana sizlarga Max desanglar Max 2022 Xo'shligida petnosi bor, aybini birinchi aytib ketamiz. Qolgan joyi chotki, ruslar mingan. Toshkentdan o'zimiz oldik, yaqinlardan. Rus ekan, mashina qolgan joyi chotki. Shunchaki salon holatini sizlarga ko'rsatib ketaman. 41 ming kilometr bo'ldi. Qolgan joylar zo'r, xudo xolasa. Ana shunday. Bo'ladimi? Mana 7 kishilik deganlarga. Avtomobil so'ragan insonlar uchun. 7 kishilik deganlarga. Umidjon aka narxini chiqib qilib beramiz. Buni 24,5 qilib beramiz Maxlik uchun. Yana o'tib ham beramiz-a? Endi sunnatiga kelishadi. Endi hammasini biz aytgan bo'lmaydi. Xudoda aytgan bo'ladi aslida. Ana shunday. Bo'lmasa biz bu yerda bo'lmasa biz aytgan bo'lganmiz. Bunimiz mana rasvot ozroq 1.6ligi desa 1.6ligi mana. 1.6ligidan ham bor. 2022 bu ham toza 60 ming yurgani. Rangini xilma-xil bilan ko'rsatyapmiz. Yoqqanini olib ketsangiz bo'ladi. Adaptivniy cruise control. Hamma yo'g'i bor bunda ham. Hamma qulayliklari bor, to'g'risi. Vaqtimiz ko'p ketmasin, to'g'risi. Bu yoqda hali yana bizni 15 ta avtomobil kutib turibdi. Buni 22,5 ming beramiz bo'ladigan. 22,500 dollarga. 500 ga beramiz. 22,500. 15 ming dollarga bera olamiz. Kesin nasiya savdo qilib gaplashaveramiz aka. Buni 23,800 ga beramiz. 2023 50 ming yurgan, top toza, chotki, ideal haydalgan. Bir tomchi kraskasi yo'q. Yo'q, bunisi toza, bu ham toza, xudo xolasa. Bitta mashina petno bor xolos. Bo'ladigan-chi, Umidjon aka? Yumshoq balon qo'yilgan. Endi bo'ladiganini aytaver, o'zi kelishib olaraylik aslida. Aytib o'tib ketib, hammasini bo'ladigan desa yana kechirib ketadi. Ana shunday. Endi ham kelyapti. Xo'p, va nihoyat BYD Chazorga keldik. Hibrididan qo'yganmiz. Aka, bu fullmi endi bu? 4-paysa deb qo'yarkan, 4-paysasi. Ana shunday, akalar, full paysa ko'rayotganmiz seni. Yili ham 22 ming yurgan. Tonirovkasi bor. 22 ming kilometr. Mashinaning holati ideal holatda, xudo xolasa. Bitta maza qilaylik narxiga aka. 21,5 ga beramiz. 21,5 ming dollar. 21,5 ming dollar seni bo'ladi. Top toza. Ha, mashina
O'ta ideal 22 ming yurgan xolos. 22 ming Rus kilometr. tekisasi nima mana shunaqalari ham Rus qilingan. tekisasi hammasini qilib bo'lgan. Endi hali bizda ko'p sotmagan uchun o'sha nomini ham bilib olmayman. Mana shunaqa narsalar Aka bor. buni endi hammasiga yarim pulini bersa deyapmiz. 10 ming bilan kelishaveramizmi? 10 ming emas, 13 ming, 14 ming qilib bersangiz. Bo'ldi. Akalar 13 ming, 14 ming dollar bersanglar, yana gaplashsak bo'ladi. Chazor. Bu BYD King Plus degani. Yuanmi? King Plus. Ha, BYD King. Bo'ldi. Hibrid bu ham. Ikkinchi paysasi lyuki bo'ladi. 2 ming, 3 ming bilmayman xullas. Ana shundoq. O, Hibrid. motor qarang akalar. Mana buni ukasida bir xil pashti. Ukasi bir xil. Oldi ko'rinishi lekin kattaga o'xshaydi buniki. O'ziniki bilmayman, buni narxini bilmayman qanchaga berishingizni, lekin 18.300. 18.200. 300. 300. 300. 300 ga nima bor 300 ga aka? beramiz. 18 pastidami yoki tepasidami? Yo'qcha. Men kelishlar aslo. Kelishamiz, ha? Xullas, Anaqa deb qo'yamiz. akalar, kelsanglar yana gaplashsak bo'ladi. 18.300 dollarga BYD King Plus gibridda. Gibridda. Gibrid bu. Ana shundoq. Ko'z emasda, shuncha qiziqarli-da bu gibrid. Xo'p, va nihoyat kelarni so'ragan inson uchun bu yo'g'i portladi. Umidjon aka yilnichi buni? Qaysi bir ekan, yon boshdan taniyman-da buni. Ha, bu 23 ekan. 2023 bezlik ekan, ha? Yo'q, lyuks pozitsiya, ko'cha salon bo'ladi. To'g'rimi bu? 3 ga to'g'ri kelsa kerak endi. 3-chi paysa? Anaqa deb qo'ysang. Mana shundoq. Xo'p, 56 ming kilometr yurdi. 23 toza, aybi yo'q, tonirovkasi bor. Qoldi brom bo'lgan, yumshoq balon, GT-Line diska. Aha. 25 yarimga berib yuboramiz ason. 25,5 ming. 56 ming yuribdi aka. Ha, shunaqa ason. 56 ming yuribdi, 25,5 ming dollarga bosorsangiz bo'ladi. Xudo xolasa. Nexia bor aka. Ha, doimgidek-ku. Temir daftar yo'qmi? Yo'q, mana qarang. Polniy, yonadigan onadan. Monolar ham polniy istonadi. Ular hamma qulaylari bor. 25,5 ming dollar yana kelishadigan joyi bor. Shunday ason. Endi buni aka fulli ham bor. Ha, fulli ham bor, Ana shundoq. GT-Line ham bor. Mana bu 95 misqot ketib qolmasin bu. 95 deganlarga, ha? Akalar X95. 95. Shuni narxi 70 plusdan amal qilaveradi. Men shunga hayronman aka. Bu safar ozor yurgani sal qimmatroq edi. 23.800 dan tushib beramiz ason. 23.800? 29 ming yurgan. 29 ming yumshoq baloni bor. kilometr yurgani. Ana shundoq. Ideal holatda. Lekin uzun davrida 38 ming dollar sotilgan avtomobil 23 ming ason. 500 dollardan yana o'tib berishadi. Gaplashsak bo'ladi. Kraskachi aka? Mana shu yerda yong'oqda o'zi bilinib turibdi. Bunday yong'oqda chachib qo'ygan xolos. Mana o'zi bilinib turibdi. Siz bo'lgan joyingizda. Boshqa joyda. Bo'ldi, boshqa tarafdan yo'q. Aka, muammo yo'q. Behijolat. Xo'p, 90imiz ham bor. 2024. Atrofida yurgan. Yumshoq balon hamma yo'g'i bor, xudo xolasa. Kraskasi toza. 20 yumshoq diska balonda. Tonirovkalargacha bor. Hamma yo'g'i ideal. 49 ming kilometr yurdi. 24 yil ason. Necha pul qilib beramiz? Buni 24 yarimga beramiz. 24,5 ming dollar. Yana o'tib beramiz. O'zi 24 yarim qilib bera olaylik, yangiroq. Bo'ldi. 70 plyus ham bor aka. 70 plyusimiz erkatoy bu. Ana shundoq. 20.800 beramiz, 2022 60 ming toza. Xo'p, toza. 1.6si, 1.5 emas. Ana shundoq. Afsani dillerdan olingan. 1.6 motorligi. Kraskasi toza. Garantiyalargacha bor. Hamma yo'g'i bor, xudo xolasa. Mana stoplari ham buni to'la yonadi. 90 plyusdan 3 xil varianti bor, eng fulidan, xudo xolasa. Eng puldan. Oddiy variant emas. Aka shuni pulni aytgingiz kelmayapti-da. 20.800 boshida aytib qo'ydim. 20.800? 800, ha? Eshitmay qolman. Shu joyini. Men shu joyini eshitmay qolman. Birato'la kelarni hammasini bitta ko'ramizmi aka? Ha. Ko'rsatib ketaverasiz. Bo'ldi. 2022 GT-Line Plus. Hop, Toza oldi bron bo'lgan, polniy, keramika, 4 yumshoq balon. Ideal. necha pul qilib beramiz Umidjon aka buni? Ason buni. Men ko'p kanallarda ko'ryapman, 30 ta endi qo'yaveradi, hamma nasib qilganida 28 yurgan ideal holatda. Buni ason biz necha pulga bersak, 29 yarimga berib olamiz. 29 yarimga. Ha, 29 yarimga berib olamiz. Akalar 29.500 dollarga bosorsanglar bo'ladi. O'sha GT-Line aka bu. GT-Line ham plusida ason. GT-Line Plus'i ko'rayotgan bo'lsangiz, hamma qulayliklari bor akalar. Sizlikni isitadi, sovutadi. Hamma yo'q bor, endi. Hamma yo'q bor. Raketa bu yoqqa. Mazza qilib minsa bo'ldi. Yangi yumshoq balonlar ichida qo'yilgan. Oldi polniy bron bo'lgan. Kraskasi toza. Yo, toza ason. Aka, kraskasi 100% toza. Toza. Bo'ldi.
tushib berasiz mujinaga. Yo'q, endi 29, o'zi 29.800 qo'ymoqchi edim, endi 800 demay yarimga beramiz deyapman. Yarimga beramiz. Mana bunimiz bor, Lux Plus 40 ming yurgan 22, panorama bo'ladi, yumshoq balon. Panoramasi bor. 22-yil aka Ha, bu. 22, probegi ham 40 ming, 40 ming salon ham kilometr akkuratniy, chotki. Bo'ladi. Ideal holati. Ana shundoq. 18 yumshoq diska bo'lganicha taqib qo'yilgan. Bo'ladi. Polni yonadi. Toza mujinaga? Toza bu ham aslan. Necha pul qilib beramiz? 26 yarimga berib yuboramiz. 26500 ga. 26 yarimga beramiz. 26500 dollarga Kia K5 mana sizlar uchun qop-qorasidan akalar. Ideal holat. Yo'q, K5 bilan ko'rasizlarmi? Aslo K5 so'ragan obunachilaringiz xafa bo'lishmasin deb tirib tashlamayaptilar. Xudo xolasa. Xo'p, Qaysi birini ko'rsatayotganimizni ham bilmay qolaman o'zi. Mana bunimiz ham zo'r holati aka. yilichi aka buni? 23. 2023. Ha, 25 ming yurgan. Aha. Prestige paytsa lyuki bo'lmaydi, lekin 360 hamma yo'g'i bor. Hamma qulayligi bor. Ha. Bo'ldi. Toza aka bu. Toza aslan. Xo'p bo'ladi. Balon. Ana shundoq. Buni ham 26 yarim qilib beramiz aslan. Yurganichi aka buni? 25 ming bo'libdi. 25 ming kilometr yurgan sizlarga K5 avtomashinasi akalar. Xudo xolasa. 25 mingdan o'tib beramizmi aka? Yo'q, 26 yarim bor. 26 yarim mingdan o'tib beramiz. Yurgan ozroqda. U narxni o'zin chalg'itib bo'lmaydi aka. Esimda yo'q deydi, lekin chalg'itib bo'lmaydi. 2 marta aylantirib. K5lar ichiga qo'shilib qolgan aslan bilasiz. Sodasiga, sodasi anaqa bo'lib qoldi. Bo'ldi. Yaxshisini topish qiyin. Aka necha pul bilan kelsinmi? 15 ming bilan kelaversin. 15 ming bilan kelaversin, ha? 15 ming bilan beraveramiz. 15 ming dollarga Kia K5. Xudo xolasa. 6 oy qilib nasihat qilib, kelishiladi. gaplashaveramiz. Kelishilgan holatda. Xo'p, yana bittasi bor. Umumizniki? Bunimiz oldilari GT qo'yilgan. Banfillari. Buxur qo'ygan, lekin qolgan monolari o'z zavodskiy emas. Style deydi, head-uplariga da bo'ladi. Ha, bunisida panorama yo'q, lekin head-up proximity hamma yo'q bor. Yurgan 20 ming, 2023 toza. Hop, polni bron bo'lgan. ustilargacha. Polni bron bo'lgan. Voy молодцы. Hayron qoldim men ham, polni bron. Aka, lekin shu ham salondan Ancha pulga 35 ming atrofida chiqadi aka bu ham. Bo'lgan mana bron. Dronni plyonka polni qilingan. Endi 2000 ga qilamiz uni ham. Ana shundoq. Orqasiga da CD sidinalar. 3-faysami aka bu? Yo'q, Ha. 7 ta fayz, 6 ta bo'lsa bu eng oxirgisidan bitta past. Eng oxirgisi ha, panoramasi chiqqan, ha? Ha, faqat panorama yo'q, lekin head-upiga da bor. Aslan. 23. Ha. Bo'ldi. Pulchi Buni 27,5 ming beramiz. 27500 dollarga yangi bo'lmoq bu. ana shundoq. Top-toza bemalol Julion deganlar, mana bitta Julionimiz ham bor. Haval Julion avtomashinasi. Assalomu alaykum Zinis aka. Rahmat Zinsiz. 23-24 yurgan toza, yumshoq baloniga da bor, mashina ideal, aslan toza. Umumizniki narx qiziq menga aka. Necha pul deyman endi? 22 mingga beraman. 22 ming. 22 ming bo'ladigan. Toza, benzinda. Nima bo'lyapti? Oldi ko'rinishini ham bir ko'rsatib qo'ying. Nima bo'lyapti akalar? Mana sizlarga Julion chotki, buni ancha sotdik, o'zi e'longa qo'ymasdan ham bulardan. Mana shundoq. Qolgan odam baraka topib minyapti, maza qilib. Hamma yo'g'i bor. Xudo xolasa chotki aslan. Oldi ko'rinishlari yomon chiroyli-da buni. Qarang, Top-toza. toza aybi yo'q. Ideal holatda turibdi. Bu mashina ko'rsangiz bo'ladi. 5 mingdan ko'proq arzon aytyapmiz salondan. 5 ming dollar arzonligi. Yili ham yangida akalar. Endi 24 ming yurgan svejий mashina. Ana shundoq. Ideal. Xo'p. Arizolarimiz bor o'tgan safar ulgurmaganlarga. Bunimiz 50 ming atrofida yurdi, nargimiz 40 ming. 40 ming atrofida yurgan. Endi qirg'izcha qilib tushuntira olaylik. Bunimiz gazi bor, unimizni gazi yo'q. 23, nargimiz 24. Hop. Toza mashinalarga olsam xudo olsa. Mayli, sarapinasi bo'lishi mumkin. Nargincha rihtoklasi shu. Aha. 16800 dan 4 ta mashina tanlab olasizlar. Monzalarni ham. Ha, Monzalarni ham tanlab oladi. Burish turbina. 5 yo'li. Propanlarga da 45 ming yurgan, 50 ming yurgan. Diska balonlari bomba buni. Bo'lsa bo'lsin. Avto olam, obunachilarga birda deydi-yu. 4tasi birda. 16800 dollardan. To'g'ri. Beraveradigan narximizni qo'ydik Umidjon aka. 4tasini ham. Shundan deyapmiz, o'zi endi sunnat kelishiladi endi. Ozmoz kelishamiz, gaplashadigan joyi bor. Xo'p, Monzalar tozami aka? Ha, toza hammasi. To'g'risi ham toza. Anani bitta anaqa petnosi bor, Kirilloda eng pastda shu, boshqa ayb yo'q. Propani bor ikkosini ham. Propani ham bor. Bor. Sizlarga savol. Diskasini qarang, yaramas. Obunachilar. Ha, ashida savol. Imkoniyat bor-da. To'ppa-to'g'ri. Monza olasizmi? Cherry olasizmi? Qaysi birini bo'lsa ola olinglar. Kommentariyada fikringizni yozib keting aka. Bu yo'g'i lekin yomon bo'ldi. Bunisi 1.3 turbina deyishyapti. Tonirovka ham 1.3 turbina. Hamma yo'g'i yaxshi. Chotki, propanlarga da bor. Propanlargacha bor. Ishda mashinamiz propani bor. Xullas, diskalargacha taqib qo'yilgan mashina ideal holatda
Yuradi qo'yadi aka, propanda ham Shunday, bor-u. shunday, tayyor. Gibrid singari yuraveradi. Расходi o'ta ekonomичный avtomobil to'g'risi. Aka buni $10,000 berishadi. Bo'laveradi, 6 bo'laveradi. oyga kelishaveramizmi? Bo'laveradi, kelishib olsak beraveramiz. Kelishib olsak, Kelishgan gaplashaveramiz. holatda. Faqat bitta narsani to'g'ri tushuninglar. Umidjon akani ham savolga qo'ymanglar. 2 oyga mayli o'sha pulga berasiz. Shunday aytilgan pulga beramiz. 2 oyga haligi negativlar yozadi-da, buni ustiga oldin narx mindirib qo'yib keyin bunaqa. Mana aytilyapti 16.800. Yana 16.800. Endi 2 oyga da 8 deyapmiz. Yana kelishiladi. Yana kelishiladi. Xudo xolasa kurt mashinalari yumshoq baloniga da bor mana. Aka bular qancha yurgan? Umidjon aka 45 ming 50 ming. 45 ming? 50 necha 50 ming kilometr yurdi. Shunaqa. Ana shundoq. Xo'p, Ikkitasi birda. bitta To'rttasi birda. To'rttasi birda. Salonni ham shunday ko'rsatavering aka. 3-paysi ikkosi ham. Ikkovsi ham 3-chi Cherilar paysi. eng fulidan. Buni gazi bor, bu benzinda. Bu 24, bu 23. Bitta mana shu yerda rixtovkasi bor, xolos, boshqa nuqsoni yo'q. Krilovda Mana shu bir boshqa nuqsoni donagina yo'q. elektrikasi bor. Qolgan joylari kurt xudo xolos uka. Oqidan desanglar oqidan. Rangini obunachilarga qo'yib beramizda aka. Alloh razı Bugun bunday san'at. bo'ladimi? Nima deysizlar? Menimcha akalar endi bahona qila olmasa yana kerak, Bunday to'g'risi. san'at. 2021 Xo'p, 60 yurgan, toza, benzinda oldi fonli bron bo'lgan, nuqsoni yo'q, to'rtta yumshoq balon, xo'p. hamma yo'g'i joyida ason. Bu aka 3-paysami? Yo'q, bu komfort paysasi bo'ladi bu. Komfort paysi. Ha. Ideal qolgan joyi. Tomlari qoraytirilgan, 6000 kilometr yo'l. Chexolgacha taqib qo'yildi. Xullas, chotki, xudo xolasa. ideal holatda. Toza aka. Toza. Kraskasi bo'lsa boshida aytib ketamiz, ason. Kraska bo'ladigan Toza maza qilaymi? San'ata deganlarga 21,5 beramiz. $21,500 beraveramiz. Yana sunnatga kelishlar hozir. $500 yana o'tib berishadi. Plus $15,000 bilan kelinglar. Kelishlar. Ishlarni hal qilib beramiz. Corolla deganlarga mana Corolla. Toyota Corolla Ha. avtomobili. Chiroyligidan qora svetda. Mo'ylovlarni qarang, yonishimiz. Ajoyib ekan. Qorong'ida svet ko'p yonadi. Yaponskiy avtomobil. Andropga Ana shundoq. 100 ming yurgan lekin. 100 ming yurgan. Toyota ekan. Bitta Haliyam Mercedes jim. Class. O'ta ideal holat. Umidjon aka, Toyota. necha pul qilib beramiz? Buni aso narxini necha pul deymiz hozir endi? Aytaveramiz, necha pul? 18.300 ga beramiz. $18,300. Chotkilik. $18,300 ga bemalol bo'ladi. 2022 toza. Luki bor paysasidan. Lukli bor. Rangga qora. Bunaqasini lekin topishimiz juda ham qiyin. Aka, kelinglar. Qanaqa mashinasi bo'lsa ham olib qolaveramiz. Devo mashinalarni barter qilishlar bor, bilasiz, doimiy. Liboy avtomobilni Pastlarga hamma yo'q bor. uni kutib olib bo'yicha dastlabki Xudo qilib xolasa beramiz. bunaqa inamarkalar bo'lsa, kelishgan holatda olamiz. Xudo xolasa qulaylarni narxda bersanglar, o'zimiz borib, olib kelib, nima muammosi bo'lsa yechib, tozalab kelamiz hamma yo'qni. Hamma yo'g'ini Ha, bilasiz, kelamiz. chiroyli qilib. Menimcha Qarzdorligimi nimasi bo'lsa tozalab kelamiz. akalar videorolik juda ham qiziqarli Aloqadamiz. bo'lgan Yaxshida ko'rishaylik ason. Aka, Obuna salomat bo'ling. bo'lmaganlar yana bittadan tirs qilib turib obuna bo'lib qo'yadi. Tirs qilib Inamarka qo'yasizlar. vodiy, Telegram, Instagram. Ekrandagi telefon raqamlar hamisha sizlar uchun ishlab turibdi. 91 771 0050. Aha. 90 700 0050. 700 Yana bittamiz 33 700 0003. 0003. Xudo Bemalol xolasa. akalar aloqaga chiqaverasizlar. Umidjon aka, salomat bo'ling. Akalar, Rossiyada yurgan musofirdagilar, yaxshi ishlaylar, ishlariga omad. Bizni kuzatishda davom etasizlar. Bundan zo'rlarni qo'yishda davom etamiz. Ason, xudo Xudo xolasa. xolasa inshaalloh akalar. Keyingi safarga qaysi avtomobillardan terak deb Umidjon aka savol Xudo berdilar. xolasa. Boshida aytishdan chiqib qoldi. Kommentariyga yozsa Xudo Umidjon xolasa aka inshaalloh. inshaalloh o'sha avtomobildan ko'proq Harakat beramiz. qilamiz. Gap yo'q. Sog' bo'linglar.